Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimizni 5 ta eshik, 3 ta romni olib keldik. Mana jalaquduqqa olib kelib o'rnatib berdik. Xudo xolasa o'rnatib bo'ldik mana. Ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish uстановkasi ichida bo'ladi. Kvadrat 700 ming ichida mana. Bemalol buyurtma qila olasizlar. Telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Juda ham chiroyli chiqdi mana. Ishonchli garantiyasi bor. 5 yilga bemalol ijozat telefon qilsalar 50 qilyapmiz, el qatori sizlarga ham qilib beramiz. Telefon raqamlarimiz 93 075 87 64. Yana bittasi 90 545 87 64. Bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ichida bo'ladi. El xizmatidamiz. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib kanalimizga keng tarqalishiga paddesha qilib o'rasizlar endi. Ayni sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol murojaat qila olasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.